Xabarlaring bor, Shahmardonda shunaqa shaledan 5 dona olgandik. 5 dona xudo xolasa hozir bitish jarayonida. Qorong'i tushmasdan syomka qilib olay dedim. Sizlarga bir qator ko'rsatib nima qilganimizni. Xo'p, Tevada ikkinchi etajda ochilish qilib berganmiz. U xuddi shunga high-tech setka qilib berganmiz. Oynalarini qora qilganmiz, eshiklari 118 ga 234 bo'lgan. Bu taraflar gulxo'y bo'lgan. 139 ga 173 bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Bu joyda atkoska zazor tashlaganmiz, bu tarafda obshivkaga zazor tashlaganmiz, polniy obshivkaga zazor tashlagan. Bu yerda ishlatgan profilimiz Red Pen alyumin aldox profili bo'lgan, oynalari qora bo'lgan, stiklopaket bo'lgan. Klientimizni iltimosidan talabdan kelib chiqib, shuni pastgacha ayni qilib berganmiz, uzun qilib, lambrika emas deyishgan.